to'y marosimi uchun, oshxona, kafe, restoran uchun eng arzon narxlarda Xitoy, Toshkent va albatta Rishtonni, Chinni sopol idishlari. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, narxlari juda ham arzon, dastavkalar butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib berishadi. Aka, kosalarimiz qanchadan boshlanadi? 2000 dan boshlanadi. 2000 so'mdan boshlanadi. Bu yo'q o'sha Xitoyda eng zo'rlarigacha bor aka. Xo'sh, mana piyolalarimizchi? Piyolalar ham 2000 dan boshlanadi. 2000 so'mdan boshlanadi. Mana bularimiz salat idishlari aka. Salat. Qancha bularimiz? 2000. 2000 so'mdan boshlanadi. Osh charqlarimizchi? 5000 dan. 5000 so'mdan boshlanadi. Bularimiz-chi? 3000 so'm. 3000 so'mdan boshlanadi. Bular 5000 so'mdan. Ya'ni bu yerda juda ham vibr ko'p. Kosalar qanchadan dedik? Kosalar 2000 dan 2000 so'mdan boshlanadi. Choynaklarimizchi? 12000 dan. Bularimiz 12000 so'mdan. Mana bulari 10000 so'm. 10000 so'mdan. Undan tashqari Xitoyda toza chinnilari bor ekan. 35000 so'mdan tortib bu yoqqa 50000 gacha ham ekan. 50000 so'mgacha bor ekan. Mana masalan, mana shu kosani oladigan bo'lsangiz, komplegida piyolasini ham, choynagini ham to'g'ri berishadi. Bularimiz qanchadan aka? 5000 so'm. 5000 so'm, 10000 so'm. 10000 so'mdan ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, narxlar juda ham arzon. Bu tomoniga o'tadigan bo'lsak, mana har xillaridan bor. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Osh charqalarga keladigan bo'lsak, eng arzoni 2000 so'mdan tortib, bu yoq o'sha 140000 so'm ekan. 140000 so'mgacha har xillaridan bor. Pastda nomerlari bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.